o'zimni oldimga kelib to'xta, mana bu hadisga nima deysan deya olmaydi u. Bir kun boshyalang namoz o'qish yo o'qimaslik haqida gapirdik, eslaringlarda bo'lsa. Birov ishdan kelyapti, birov boshqa bo'lyapti, birov o'quvchi, birov o'qituvchi, hammaga bosh kiyim kiying farz demadik. Shunchaki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam alad davom bosh kiyim bilan namoz o'qiganlar. Bu sunnati muakkada dedik. Sunnati muakkadani qarshisidagi narsa amal makruh bo'ladi dedik. To'g'ri ishdan kelayotgan odamga bitta amal uchun to'xtata olmaymiz uni. U ishdan kelyapti yo boshqa. Lekin imkoniyati bor odam, uydan kelayotgan odam va boshqa bosh kiyim qilsa yaxshi dedik. Deb hadisda aytdik, boshqani aytdik. Bizga nima deyapti? Qasddan o'sha boshyalang kiyib yuradigan odam, qasddan mayli, u ham uning odatidir, uni ham farz demayapmiz. Shunchaki sunnat hurmatini aytib qo'ydik. Nima deydi? Makkadagilar boshyalang yuradi, namoz o'qiydi-ku deyapti. Ey birodar, senga Rasululloh haqida aytyapmiz. Senga dinni tushuntiryapti. Sen falonchi boshyalang yuribdi-ku, u nima deganing sen? Javobimiz shu. Mayli, ixtilof ko'tarmoqchi emasmiz, do'stlarim. Din oxir zamonda, endi oxir zamonim demaylik, shu zamon oxirlashib boravergandan keyin murakkablashib, haq bilan nohaqni ajratish qiyin bo'lgan. Lekin hammasi siz bilan men uchun emas. U olimlar uchun. Alloh qayerdaligini o'shalar aniqlaversin. Bizga tegishli masala emas. Bizning masalamiz, boya aytdim, 28 daqiqada yodlab oladigan 28 ta harf. Mayli 28 soatda yodlaylik. Undan keyin mana bu ilm. Bilinglarki, dunyoda biror bir ibodat, albatta namozingiz, zakotingiz, hajingiz o'z yo'liga Alloh taolo belgilab bergan farzlar. Ulardan tashqari birorta ibodat ilm olishga keladi. Va musulmonlarning obro'sini ko'taradigan ilm olishdan ko'ra kuchliroq birorta anaqa yo'q. Musulmonlarning xor bo'lishligi, pastga tushib ketishligiga eng katta sabab ularning ilmsizligi. Qiziqinglar birodarlar. Qolgan atrofdagi falonchi olim, pistonchi olimga bunday deb vizib tashabdi, unisi mana bunday qilib javob beribdi, mana bunday bo'pti deganga umuman birortasi biz uchun emas, olimlar uchun. Shundaymi? Xudo haqqi, eng to'g'ri haqiqat shu. Bundan kuchli haqiqati yo'q. Agar birorta odam kelib sizga, "Yo, to'xtang, mana bunday zarur ish bor, undan avval" desa, shu yolg'onchi, yaxshilab tekshiring, shu dinning dushmani bo'lib chiqadi. Eng to'g'risi ilmga qiziqinglar. Alifbodan boshlang. Men daladagi cho'ponman, menga nima zarur demang. Hammani namozda alhamdulillahi robbil alamin deb aytishligi farz. Agar bir yigit, bir odam laboratoriyada turib bir 30 yil alhamdulillahi robbil alamin degan oyatni ustida ishlasa, 30 ming xil kashfiyot qiladi. Qur'onda har bir harfini ostida Imom Ja'far Sodiq rahmatullohi alayhi aytadilar, Qur'onda har bir harfida ma'no dengizlaridan bir ma'no bor. 30 yil mana shu bitta oyat ustida ishlasin, 30 ming xil kashfiyot qiladi. 30 mingta Nobel oladi. Yetadi shu ilm olishga, mana shu narsalar bor. Biz aytganimiz bu diniy, dunyoviy ilm demadik. Diniy ilm ham, dunyoviy ilm ham shuni ichida. Faqat qiziqish kerak. Alloh taolo mana shu bizlargacha ilmlarni yetkazib kelgan ustozlarimiz o'z rahmatiga olsin. Shularning orqasidan yurib, shular bilan bir joyda bo'lishligimiz nasib etsin. Rahmatiga